Yordamda iloji boricha bir erkak bir ayol qo'yamizda ishga kechqurun. Chunki har xil joylarga boramiz. Har xil xonadonga boramiz. Har xil holatlar, urush, janjal holatlariga boramiz. Bo'ladi, tug'ruqlarga boramiz yoki homiladorlik patologiyasi deydi. Turli sabablarga ko'ra qornida og'riq yoki homilador ham shamollaydi. Haligi erlar chiqib nima uchun erkak ish keldi, qanday qilib endi ko'rasan degan bo'ladi. Buni to'g'ri tushuntiramiz. Biz vrachmiz. Biz uchun bemor ayolmi, erkakmi, biz yordam berishimiz kerak. Kechqurun iloji yo'q ikkita ayolni chaqirib qo'yib yuborishga. Uy hayvoni chiqishi mumkin, masalan, it tishlashi mumkin, bunaqa voqea bo'lgan. O'zi ayol tez yordam bilan ayol kishi kelishni xohlaydi-da, lekin qizini vrach bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Qizini o'qituvchi bo'l deydi, boshqa kasbni ol deydi-da, egalla deydi-da, lekin vrach qilmaydi. Lekin oila a'zosi bir ayol kishilar qizini ayoli kasal bo'lsa, tez yordam chaqiradigan bo'lsa, ayol kishi kelsin deydi. U inson o'qitmasa qizini, yana bittasi o'qitmasa qizini meditsina sohasida qanday qilib ayol kishi kelsin?